Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston uran zaxiralari bo'yicha dunyoda 11-o'rinni, qazib olish hajmi bo'yicha esa 5-o'rinni egallaydi. Bu borada Navoiy uran davlat korxonasi tomonidan yo'lga qo'yilgan xalqaro hamkorlik aloqalari muhim ahamiyatga ega. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikka a'zo davlatlarning uran qazib olish sohasidagi yetakchi mutaxassislarini bir manzilga jamlagan qum toshli turdagi uran konlarini izlash va qazib olishdagi yutuqlar hamda innovatsiyalar mavzusidagi xalqaro anjuman ham buning yorqin isboti. Tafsilotlar Hamkasbim lavhasida. Yangi O'zbekiston o'zining rivojlanish strategiyasi doirasida barcha sohalarda, jumladan uran sanoatida ham keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-iyuldagi 2022-2030 yillarda Navoiy uran davlat korxonasida uranni qazib olish, qayta ishlash hajmlarini oshirish hamda uni transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida Navoiy uran davlat korxonasi xalqaro standartlarga mos holda transformatsiya qilinmoqda. Keyingi yillarda korxonada uran zaxiralari o'sib, qazib olish va ishlab chiqarish hajmini ham mos ravishda 2 baravarga oshirishga erishildi. Korxonada zamonaviy boshqaruv tizimi joriy etilib, samarali texnologiyalar va xodimlar malakasini oshirishga katta e'tibor qaratilyapti. Natijada 17 ta konda uran zaxirasi JORC standartiga ko'ra 70 ming tonnadan ortiqni tashkil etmoqda. Xalqaro reyting agentliklari Standard & Poor's, Fitch Ratings va Sustainable Fitch tomonidan Navoiy uranning bu ko'rsatkichlarini yuqori baholagan. Korxonada 5 ta xalqaro ISO standartlari joriy qilingan. Shuningdek, London fond birjasida 300 million dollarlik debyut yevrobondlarini muvaffaqiyatli joylashtirishga erishdi. Ma'lumki, O'zbekiston 1994-yildan buyon atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikka a'zo davlat sifatida yadroviy xavfsizlik masalalarida hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Samarqand shahrida bo'lib o'tgan qumtoshli turdagi uran konlarini izlash va qazib olishdagi yutuqlar hamda innovatsiyalar mavzusidagi xalqaro texnik yig'ilish ana shu hamkorlik doirasidagi tadbirlardan biridir. Yig'ilishda 25 dan ziyod mamlakat vakillari, xalqaro ekspertlar va mutaxassislar ishtirok etdi. Tadbir uran geologiyasida ekologik xavfsizlik, innovatsion texnologiyalar va tajriba almashish masalalariga bag'ishlandi. Kun tartibiga muvofiq mehmonlar Navoiy uran davlat korxonasida bo'lib, uning faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Qumtoshli turdagi uran konlarini aniqlash, o'rganish bo'yicha amaliy o'quv seminarida ham ishtirok etishdi. Men AQShdagi General Atomics kompaniyasining vakili sifatida ushbu nufuzli xalqaro anjumanda ishtirok etmoqdaman. Men uchun bu yuksak sharaf hamda O'zbekiston va uning iqtisodiy salohiyati bilan tanishish imkoniyati tug'ilganidan xursandman. Bizning hamkorlarimiz bo'lgan AQSh qumtoshli uran konlarini o'zlashtirish bo'yicha sho'ba korxonasi va Avstraliyaning ham shu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan IFK Resources kompaniyasi vakillari, texnik rahbarlari bilan ishtirok etib turibmiz. Maqsadimiz O'zbekistonda sohaga oid amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishish va salohiyatli loyihalar haqida ma'lumotga ega bo'lishdan iborat. Biz umid qilamizki, uzoq yillar davomida Navoiy uran davlat korxonasi bilan teng manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yamiz. Shuningdek, mehmonlar Navoiy uran davlat korxonasi uran geologiyasi markaziga qarashli Janubiy Bukinay dala maydonida hamda Zafarobod kon boshqarmasiga qarashli 2-sonli geotexnologik konning 20-mahalliy Sobse uchastkasida ham bo'lishdi. Tadbir ishtirokchilari u yerda korxona faoliyati, geotexnologik konlarda uranni yer ostida ishqorlash usuli orqali qazib olish jarayonini kuzatib, ilg'or yechimlar va innovatsion yondashuvlar bilan yaqindan tanishishdi. Uran sohasida yetakchi korxonalar mutaxassislardan iborat delegatsiya tashrif buyurgan, o'zlarini tajribalari bilan, o'zlarini bilimlari bilan sohada aynan uran geologiyasi va qazib olishdagi bilimlari bilan o'sha shu sohada orttirgan tajribalari bilan bo'lishyapti. O'ylaymanki, juda ham samarali tadbir tashkil etilgan. Tadbir nima uchun aynan O'zbekistonda, bizda Navoiy uranda tashkil etilgan? Chunki tadbirning asosiy mavzusi bu qumtoshli turdagi uran konlarida qazib olish va geologiyani yoritib berish hisoblanadi. Hammamizga ma'lum, aynan qumtoshli turdagi uran konlari bo'yicha respublikamiz o'zining 60 yillik tajribasiga ega. Shu uchun aynan O'zbekiston, aynan Navoiy uran davlat korxonasi tanlangan deb bilaman, chunki tajriba almashish aynan qumtoshli turdagi uran konlarini qazib olish, ya'ni ishqorlash usuli yaratilgan. Va shu bizni yurtga tashrif buyurishgan, tajriba almashyapti. Biz o'zimizni tajribalarimizni, o'zimiz olib borayotgan ishlarimizni, sohaga berilgan e'tibor, bugungi kundagi barcha qilinayotgan ishlarni ko'rsatib, yoritib bermoqdamiz. Tadbir xalqaro mutaxassislar uchun uran sanoatidagi zamonaviy geotexnologik ishlanmalarni o'rganish, ilmiy hamkorlikni mustahkamlash va tajriba almashish uchun muhim maydon bo'ldi. Bu kabi amaliy tashriflar nafaqat Navoiy uran davlat korxonasining ilmiy salohiyatini namoyon etadi, balki O'zbekistonning uran qazib olish sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish borasidagi yutuqlarni jahon miqyosida tanitishga xizmat qiladi.